Tushda to'shak ko'rishning ta'birlari. Tushda ko'rilgan to'shak rafiqa deb ta'bir qilinadi. To'shagini sotganini ko'rgan kishi xotini bilan ajrashadi. Agar xotini kasal bo'lsa, vafot etadi. Biror kishi to'shagi ustida it yoki to'ng'iz ko'rsa, yomon odam uning xotiniga ko'z olaytiradi. To'shakning yumshoq bo'lishi xotinning eriga itoat etishidir. To'shakning kengligi ayolning axloqiy go'zalligi, yangiligi esa yoshligi deb ta'bir qilinadi. Noma'lum joyda notanish to'shakni ko'rish tush ko'rgan kishiga shu to'shak kattaligida yer berilishidir. Tushidagi choyshab obro'li rafiqa deb ta'bir qilinadi. To'shagini sotganini ko'rish ajrashishga ishoradir. To'shagining yumshoqligini ko'rish rafiqasining itoatli bo'lishidan darakdir. To'shak jun yoki paxtadan bo'lsa, rafiqasi ma'rifatli, o'qimishli bo'ladi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.